Salom Moskva. Bu yil Moskvaga kelib ishlashni boshlaganimga 5 yil bo'libdi. 5-yil ketibdi Moskvaga kelib ishlashni boshlaganimga va kecha ozgina o'tmish haqida eslab qoldim. Maktabda o'qib yurgan vaqtlarim, 4-5-sinflarda o'qib yurgan vaqtlarim futbolist bo'lishni orzu qilardim. Katta bo'lsam futbolist bo'laman derdim. Vaqt o'tdi. 8-9-sinfga o'tganda esa maktabni bitib programmist bo'laman derdim. Yana oradan vaqt o'tib maktabni bitib hamma orzular ortda qolib Rossiyaga kelib ishlayapman va Rossiyaga oxirgi bir necha yildan beri Rossiyada yuribman. Bu nafaqat menda shu narsani bildimki, juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz, akalarimizda shunaqa holat bo'lgan ekan. Ular ham kimdir bo'lishni orzu qilgan, katta bo'lsa vrach, doktor, futbolist, aktyor, lekin hamma orzularini yig'ishtirib Rossiyaga kelib ishlab yurganlar 5 yildan beri, 10 yildan beri, даже 30 yildan beri Rossiyada ishlab yurgan akalarimiz juda ham ko'p ekan. Bugungi videoda shu Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlarimiz, akalarimiz, opalarimizdan ozgina nimaga Rossiyaga kelib ishlayotganlari haqida intervyu qilishga va kayfiyatlarini ko'tarishlikka harakat qilib ko'ramiz. Qani unday bo'lsa, ketdik. Shahrimizda odamlar haddan tashqari. Keldi-ketdilarni aytmaysizmi? Mashinalarni-ku son sanog'i yo'q. Hamma qayergadir shoshadi, hamma qayergadir kechikadi. Hamma yerda suv, tiqilinch, navbat kutish. Lekin men baribir bu shaharni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aka, ismingiz? Nekros. Qayerdansiz aka? Tojikistondan. Tojikistondan. Necha yildan beri Rossiyada ishlaysiz, Moskvada? Moskvada 4,5 yil. 4,5 yildan beri Moskvada ishlaysiz. Qanday? Faqat shu yerda ishlayapsizmi yo boshqa ishlarda Yo'q, ishlagan? men KFC'da ishlagan, undan keyin ko'p joyda ishlaganman. Bu aka mashhurlar videolarini hozir qo'yamiz. O'sha KFC'da necha million, 10 millioncha prosmotr yig'di o'xshaymi? Birinchi videomiz 43 million yig'di prosmotr, ikkinchisi 25, uchinchisi ham shu 20 atrofida bo'ldi. Wow, qaranglar, ko'rsatuvimiz birinchi sonida mashhur odamlarga kelamiz. Здравствуйте. Здравствуйте. Опять пришли? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, заказывайте. Этот. Кипси есть? Zerikishda yo'qmi? Yo'q, zerikishda yo'q. Xudoga shukr bo'ladi, sekin inshaalloh. Qarang aka, o'zimizda mana Tojikistonda nima o'zgarish bo'lsa, qaytib ketardingiz? Tojikistondami? Nimaga bular tushunmaydi axir. Bir haftadan beri qancha tirikchilikdan qoldiryapti bular aka. Siyosatgarlashmay qo'yaversak-da. Bo'pti, mayli. Qarang, bu videoni balki hozir maktabni bitib, o'qishga kirmay, Moskvaga ketaman ishlagani deb yurgan odamlar ko'rayotgan bo'lishi mumkin, bolalar. Shularga nima maslahat berardingiz? Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Shu bilmasam shunaqa narsalarni so'ramaganlaringda zo'r bilardim. Ko'pchilik odam kelib, skladda ishlar, boshqa sразу oylikka chiqadigan ishda ishlaydi. Balki karyera qilayotgan ishda ishlashlarini maslahat berasizmi yoki o'zimizda o'qishga kirishlarinimi? Yo'q, o'qishga обязательно kirish kerak, chunki o'qigan odam ba'zi masalan o'zim ham o'qiganman. O'qishni bitirib kelganman. So'rovdan o'qimagan odam dunyo qarashi, fikrlashi farq qiladi. Shuning uchun so'rovni o'qishni taklif qilgan bo'lardim bir martasiga. Endi bizda hozir nechida 18 yoshda bitirishadimi maktabni? 18 yoshdan sразу chet elga ishlashga kelsa ham bo'lmaydi. Avval o'qib, masalan, dunyo qarashini kengaytiradi, bilimini oshiradi. Kelajakda shu sohada ishlamasa hamki, hayotga foydasi bor. Shuning uchun baribir o'qish taklif qilgan bo'lardim. Rossiyada yurgan o'zimizga o'xshagan musofirlarga, mana ko'rib turganlarga nima niyatlaringiz? Muhojirlargami? Avvalo birinchi sabr tilayman hammalariga. Chunki o'zini davlatlarini, o'zini oilalarini tashlab rizq tergani boshqa davlatga ketdi. Birinchi o'rinda albatta sabr tilaymiz. Sabr, yana bardosh, tim bo'lib ro'za vaqtlari, hozir Ramazon oyida hammaga bardosh, sabr tilaymiz. Hammasi yaxshi bo'lishiga umid qilamiz. Aka, rahmat. Ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Sog' bo'ling. Yomon qiyin ekan bu video olasiz. Bir odamga borsangiz yo'q deydi. Uyaladi. Men o'zim uyalib boryapman uni oldiga video olgani.
U yo'lyapti videoga tushishga. Assalomu alaykum. Ismingiz? Hikmatullo. Hikmatullo. Akmal. Shohruh. Shohruh. Men atim Asadbek. Sizlarga bir nechta savol beramiz, qisqa savollar. Vaqtni olganimiz uchun uzr avvalo. Qayerdansiz? Men Qirg'izistondan. Qirg'izistondan. Tojikiston. Tojikistondan. Necha yildan beri Rossiyadasiz? 4 yildan beri Rossiyadaman. Koreya. Birga kelgansiz. 2 yil. 2 yildan beri. Nima ishda ishlayapsiz bu yerda? Men baristalikda ishlayman. Baristalikda. Faqat baristalikdanmi kelgandan beri yoki boshqa ishda ham ishladingmi? Boshida KFC'da ishlab ko'rdim. Bo'lmadi, keyin baristalikka o'tdim. Bu yerda hayot qanday? Zerikishlar yo'qmi? Zerikish yo'q. Necha yosh? 19 yosh. 19 yosh, 4 yil oldin kelgansiz. O'qiyapmiz hozir mana ishda. O'qishda o'qiyapsiz. Siz nima ishda ishlayapsiz? Mana shu Rostex KFC shu ishlar. Shu yerdami yo narigidami? Shermatda. Siz qayerda ishlaysiz? Mana shu Valversa. Valbresta? Pung'udachadami yo skladdami? Pung'udachada. Qanday bo'lyapti? Zerikishlar yo'q? Yo'q, zerikish. Ish yaxshi chotki. Qaranglar, bizni mana shu videoni Qirg'izistonda, Tojikistonda hozir maktabi bitib, Rossiyaga ketaymi yoki o'qishga kiraymi deb yurganlar ko'rayotgan bo'lsa, nima maslahat berasizlar? Nima qilishlarini? No, men maslahat berganim bu yerga kelib o'qishga kirish kerak. Bu yerga kirib O'qishga kelib o'qishga kirish kerak. Chunki men o'zim shunday qildim, o'yladimki, aqda qolganimda qo'limdan hech nima kelmas, bu yerga kelib yo'limni topdim degan. ham ishlab, ham o'zingiz o'qiysiz. Nimalikka o'qiysiz? Programmistlikda. Demak, kompyuterni tushunasiz. Ha, shunday. Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Biz ham shu programmistlikka o'qiymiz. Siz ham o'qiysiz. Maktab bitganlarga nima maslahat berasiz? Чем o'zimizda образование olgandan bu yerga kelib образование olgan yaxshi. Bu yerda yaxshiroq. Demak, bu yerda kelib hozir молодец, 19 yosh, ham o'qib, ham ishlab, o'qishni o'zingizlar eplab ekansizlar-da. Sizda ham o'qishmi? Конечно, programmistman. Siz ham programmist. Hammalar kompyuter ishlanar ekansizlar. Qaranglar, bizni hozir Rossiyada ishlayotganlar ko'rayotgan bo'lsa, nima niyatlaringiz bor ishlayotganlarga? O'zimizga o'xshagan mehnat muhojirlar. Shu niyatlariga yetib, oilalarini boqib, ko'tarilish niyat, hammasi niyatlariga yetishsin. Unda ham shu eson-omon, sog'-omon o'zlarining vataniga qaytib olsinlar. Siz nima deysiz? Mana bu yerda ishlash ancha qiyin bo'lyapti hozir. Mana omadlarini bersin. Rahmat, vaqtingizni olganimiz uchun uzr, rozi bo'linglar. Operatorimizdan endi intervyu qilamiz. Operator, mikrofonni oling. Qiyin bo'ldi odam topish. Осторожно, elektroshokir bo'lar ekan ular. Odam topish birinchidan qiyin bo'ldi. Ikkita odamni oldik. Qolgan katta kishilar qo'rqdi videoga tushdi. Haja ko'zlaridan yasna ediki, qiyinchilik ko'rgan odamlar edi. Men qo'rqaman, siyosatga aralashmayman. Albatta hech qanaqa siyosat ketgan yo'q datak. Yosh bolalar yana 11 bitib, darrov Rossiyaga keladi. Ничего не знаю, вот nimadirga kiradi, zavodga kiradi, где-то вот ishlaydi. Ishonaveringlar, если по факту aytsa, O'zbekiston, Tojikistonning основной bularga tegishli bo'ladi. Patent qilib, registratsiya qilib, shu hisob-kitob qilib ko'rsinlar, uydagi topa turgan pulini batta mashina qilib topadilar. Просто ko'zlariga nima ko'rinadi? Oylik ko'p ko'rinadi. Patentga ketgan, kvartiraga ketgan, yeb ichishlariga ketgan, yana plus registratsiyaga ketgan pulini hisoblamasdan pulni ko'radilar xolos. Rezultat то же самое будет. Qirg'izistonda, O'zbekiston, Tojikiston topgan pul shatda mana shuncha topadi xolos. Rossiyada bunchalik ko'p pul topolmaydi. O'rtoqlar, to'g'ri gap bo'ldi. Hozir ikkita kattaroq yoshdagi odamlarni oldidan borib, so'rasak, yo'q, men qo'rqaman, tipa siyosatga aralashmayman dedi. Biz siyosatdan savol bermaymiz dedik. Desak ham qanaqadir qo'rquv bor ichlarida. Ну, ладно, bu ularda ham bor qo'rquv, bizda ham bo'ldi. Осторожно, elektroshokir bo'ldim, to'g'risi. O'rtoqlar, bugunchalik shu bo'ldi, qo'limizdan kelgan olgan videomiz. Biz o'zimizning niyatimizni aytib o'taylik sizga. Bizning niyatimiz Rossiyada yurganlar birinchi navbatda sog'liq. Sog' salomat yuringlar, oila a'zolaringlarning oldiga sog' salomat yetib olinglar. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonda hozir o'qishni bitish arafasida yurgan yoshlarga esa Rossiyaga borib ishlayman degan maqsadinglar bo'lsa, ozgina shu maqsadinglarga yana bir marta qarab ko'rishinglarni tilaymiz. Nimaga? Hozir Rossiyada ko'ryapsizlar.
reyestr chiqdi. Boshqa dokumentlar qiyin bo'lib qoldi. Yurish ham, ishlash ham ozgina qiyin bo'ldi. Shu sabab maktabni bitirganlar yoki o'zimizda biror kasbga shogirdlikka tushinglar yokida kasb bo'yicha o'qishga kiringlar. Agar Rossiyaga kelishni reja qilayotgan bo'lsanglar ham Rossiyaga kelib qaysidir o'qishga topshirishga harakat qilinglar. Yengil grafikdagi ishda ishlab ham o'zingizlarni o'qishinglarni o'zingizlar pulini chiqarib yursanglar bo'ladi. Xuddi boyagi bolalar aytgandek. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, hozircha esa sog' bo'linglar. O'rtoqlar, videoni olib qaytdik. Hozir mana uyga yetib qoldim почти. Video hozir kirganimdan keyin montaj qilaman. Qo'yiladi. Sizlar o'zi ko'rib o'tgandan keyin bu videoni ko'rasizlar. Bu videoda nima demoqchiman? Hammadan shu videoni ko'rganlardan kamchiliklari uchun uzr so'ramoqchiman. Savollarni yaxshi tuzolmadim. Savolni yaxshi bera olmadim. Men o'zim bildim shunaqa joylarini, kamchiliklarini, chunki bunaqa yo'nalishdagi videoni men birinchi marta qilishim. Осторожный elektroshokir bo'ldim, to'g'risini aytaman, chunki borib odamlarga gapirish, kimdir yo'q deydi. Ikkita birinchi o'sha shawarmaxonada ishlayotgan boladan video oldik. Buni videolarini bir marta internetda ko'rgandik, internetda video olgan, lekin shaxsan tanishmas edik. U bilan ham shaxsan tanishib oldik. Xudo xolasa balki ular bilan ham video chiqadi. Undan keyingi balla bilan video olganimizdan keyin bildim, shu ichida bitta bola o'zimizni shahardan ekan. Buni ham keyin tanishdik. Ulardan keyin bir ayol kishidan, ikkita katta yoshdagi erkak kishidan so'rasak, yo'q, meni videoga olmaylar dedi. Xullas, bir nechta odamdan keyin mag'lubiyatga uchraganimizdan keyin videoni olmay qo'ydik, boshqa intervyu. Xudo xolasa keyingilariga yaxshi savollarni tayyorlaymiz va yaxshiroq qilishga harakat qilamiz. Sizlardan iltimos kommentariyaga qanaqa savol bersak bo'ladi, qanaqa savol sizlarga qiziq javob olish, eshitish yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.